Assalomu alaykum. Abdulhay daroza obunachilar. Xudo xolasa videoni o'tkazavermasdan oxirigacha ko'rsangiz, qay darozalari burilib kelish jarayonini tashlab o'tamiz. Bu Shag'anti darozasi bu, birinchi to'xta ketilgan jarayoni. Endi bu yerda Tojikiston Arshi darozasi bor. Mana Tojikistonlik aka, xudo xolasa darozamiz ancha qo'shib qoldi. Libo'j o'tirma suvarkasini o'lib ko'rsatamiz, xudo xolasa. Mana kim zakaz bersan shunaqa zich holatda uriladi, xudo xolasa. Mana okalar, mana. Hamma yo'q bir xil suvarka urilgan. Mana bu daroza Andijon darozasi, Samarqand Savxoz darozasi. Avtomatik darozalarimiz. Daroza esa bu ham Andijon darozasi. Hozir bolasini videosini ko'rsatdim. Xudo xolasa suvarka bo'layotgan jarayoni bu. Mana bu yerda esa yuklanadigan darozalarimiz bor. Mana bu Toshkent darozasi, bu ham Toshkent darozasi. Mana bu Qashqadaryo Dehqonobod darozasi. Va bu ham Toshkentniki ekan. Mana bu Qashqadaryo, bu ham Toshkent Bo'kaniki ekan bu ham. Begavot, nima? Begavatli opa mana darozamiz sifatli, chiroyli holatda bitdi inshaalloh. Mana bu daroza ham qaydir darozasi. Ana darozasi qayda ekan? Ha, mana mashi ekan, mashi daroza Qashqadaryoning darozasi ekan, xudo xolasa. Kuzatib tursani inshaalloh sifatli, yaxshi daroza ishlab chiqarishga davom etamiz. Nomerlarimiz bo'lsa, profilimizda bor, telefon nomerlarimiz. Mana bu daroza esa Samarqand darozasi, e'tibor berib qo'yasizlar. Mana shamneri 1,5 qarshilik shamner, pachinnili, bu spes tayyorlatilganini ko'tuvdi yo'q. Mana bu arkalarimiz hozir 3-qavat listini bosamiz, stiklavati shumkalarni so'lib, arkalarimiz yo'q bo'lib ketadi. Hattoki shu arkalardan uloq yo'q. Libo'j o'tida uloq yo'q, mana bez uloq bor, inshaalloh. Kuzatib tursani, buni ham obzorlarini tashlab o'tamiz, xudo xolasa. Hattoki kichkina kalitgacha pachinnili, baqvat shamner qo'yilgan. Hop, bu daroza ham Andijon darozasi. Andijon darozasi bu ham. Hozir buni onasini ko'rsataman. Xudo xolasa andijonliklar ilg'or. Sababi hozir ham Andijonga 2-3 daroza o'rnayapti. Mana bu darozalar ham Andijon darozasi. Shu bolasi. Mana shu onasi xudo xolasa. Hozir bu najda bo'lyapti. Bugun xudo xolasa ulgursa kraskalarni sepib o'tamiz. Mana bu ruchkalari. Inshaalloh kuzatish davom etasizlar. Sifatli, yaxshi daroza ishlab chiqarishda davom etamiz. Aloqadamiz xudo xolasa. Profilimizda telefon nomerlarimiz bor. Yoki mana telefon nomerlarimiz 94 016 55 55. Sog' bo'linglar, charchamani kuzatishda davom etasizlar degan umiddamiz.